Diqqat qiling, O'zgidromet fuqarolarga haftalik ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Mamlakatimizda yana qorli kunlar boshlanadi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Prostata adenomasi, surunkali prostatit, erkaklar hayotida yong'in kabi xavfli muammo. Ammo bunga qarshi eng ishonchli yechim mavjud. Vulkan mahsuloti sizga yanada yaqin. Malakali mutaxassislar tomonidan beriladigan tavsiyalar natijasida sog'lig'ingizni yanada yaxshilang. Vulkan mahsuloti prostatadagi yallig'lanishlarni bartaraf etadi. Peshob muammolarini yo'qotadi. Jinsiy hayot sifatini yanada yaxshilaydi. Vulkan siz izlagan ishonch manbai. Diqqat qiling, O'zbekistonda 5-fevraldan boshlab yana qorli kunlar boshlanadi. O'zbekistonda haftaning ikkinchi yarmida yana qor yog'ishi kutilmoqda. Barcha fuqarolar xabardor bo'ling. Hafta davomida beqaror ob-havo kuzatilishi prognoz qilindi. Haftaning ikkinchi yarmida esa harorat 13-18 daraja iliq atrofida bo'lsa, jumadan sovuq va nisbatan nam havo massalari kirib kelishni boshlaydi. Ushbu xabar ostiga like bosib, yaqinlarga ham yuborib, ogohlantirib qo'ying.